Aldamchilik alınıp ketdim qizlar, derdim sizlarga aytqili chiqdim. Shu aldamchilik alınıp qolmasliklaring uchun shunday digil chiqdim qizlar. Necha kun avval bir qiz meni beshig'ini jalab, sizlarga to'ygirim qilg'izg'im batdi, do'stlarimni bektuйjan qilgandim, endi men menga keldi, to'ygirim qilishni o'tdi. Shu sizlarni jalgandim, men to'ygirim qilg'izdim, andati girmoqlarni bekaq turtdim. Degandek shunday shirin shikay gaplarni qilib ketdi bu qiz maqtab bizningcha. Ondan keyin men shunday bankda ishlaydim. Arkadaşım yukarıdan şulamdu, yakınlardan şulamdu desanız buldu bana o bu diye benim onda işim yok. Rahmet o bu desem onda öpüyoruz ve bir paylanıp kalsam ben teşvikatımni öğretmesem teşvik qilib qo'ysinlar sazım şu için sebebim bu. Hemden kirketganlarmi bor. Hamış pul ciddi pul lazım şeyimga tushiramayotganlarmi bor degandek gaplarni qilgandan keyin men o'zaro qo'llashib qolsin degan ustida o qizlarning aytgan teşvikatini men bakil şeydi dedemas bu şu an qo'yjang chiqarib qo'yibman. Paylanıp qolsin hemdan chiqargan bu şeyimga bujurganlar olib qolsa deb. Aqlni qanday oldi desanglar bu men qo'yjang chiqargandan keyin mishlar bizning tunishlarimiz ko'rib bu qizlardan hemdan chiqarish to'g'riliq, şeyimga bujurish to'g'riliq masala so'ragandan keyin bu qizlar aldıma manchul etpasangiz anda men bundaq ishni qilib berma deganda gaplarni qilib gap qilgan masala so'rganlardan pul olibdi. Undan keyin bularni hemdan qilayotgandan keyin menga gapirib sizga tashviq qilib ketasiz yana shuning bilan biz ishini pul aytmagan aql ishimiz buyurib bermay hemdan qilyapti deb. Men maqtan qilibdim. Odatda şeyimga bujurganlar şeyimga tushgandan keyin pul sarg'ani anglagan hamdi. Onun başqa bir xeymindan chiqirib sizlarni xeymindan chiqirib bo'lgandan keyin pul versangiz bo'ldi deyilganlarmi badu endi asosiyatda xeymindanlardan chiqib deb o'ylamaymiz endi u o'zining ko'rishini qatta bo'ldi emasmi lekin mushtaq qilib mushtaq o'pjoram najadam qo'yilib ketgan ahvol bor shunga qizlar sizlar sohib qolsa mushtaq aldamchi to'r aldamchiligi mushtaq beshalar qo'yilib ketadigan ahvoldan diqqat qilsanglar buni saqchiq ma'lum qildik lekin ham bilan bu ishni ma'lumligi bek tasga shunga ma bor pulimizni ching tutib oldinlab pul to'laysiz andan ma'ashni salqib berma deganlarni sajroq tursa ho'lik endi o'zimizga kelib kelsa qizlar mana bizning o'quvchilar bugungi to'y qizimizning kirimlarini ko'ryapti. Buna tünögün bugün bir taraftan ders anlayatdı, mashq qilyapti, rasmiy xaridaning to'y kirimlarini ko'ryapti. Biz bolalarga amaliyotdan, nazariyadan, amaliy xaridadan tortib, hammani ko'z tutib turib, bildirib turib, qanday xarida, qanday gap qilish, qanday mulozimat qilish, bundan boshqa shu to'y qizlarni qanday rasmiy tortish, shopping qilish degandek mush mazmunlardan tortib o'tib qo'yamiz qizlar. Tiz o'g'itish sinfimizga qatnashib ketgan qizlarning ko'pincha Tukavchilik. Shunga bu tashviqat qilishni, rasmiy tortishni, shopping qilishni bilmaydi. Ondan amaliy xarida qanday mulozimat qilishni o'rganmasa, qanday xarida o'tin qilish, xarida qanday muomala qilishni o'rganmaydi. Shunga biz mush bolalarga amaliyotdan, nazariyadan, amaliy xaridadan tortib hammani o'tibamiz. Asosiy yozib, yana o'quvchi olamizlar degan qizlar, maqtimga men dedim o'quvchi olmaymiz. Kirar qatam yetijani yetishga tezdan tizimda olsanglar bo'ldi. O'quvchining soni chekli qizlar. Vaqtda tizimda o'ylanglar. Bizning 7 xil kasbni 50 kunda o'tib bo'lgan tez o'g'itish sinfimiz 7 gün yana qaytadan dars boshlaymiz. Undan boshqa sharaxiyatdan kelganlarning yotog'ini ko'tarib beramiz. Bunish materialini ko'tarib beramiz. Aloqa telefon nomeri 156 096 22 29.